Aka tinchlikmi, nima bo'ldi? Haqiqiy debmani. Xo'p, akalar, bugun kelgan joyim Koreyani 1960-yilda qanday bo'lganini sizlarga bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Ko'rib turganinglar karislar mana. Hozirgilar misol plastik operatsiya qilib o'zgarib ketishgan, lekin mana karisda mashtaqa bo'lgan akalar. Ko'rib turganinglardek. Haqiqiy mujiklari mana. Urushda qatnashib Koreyani Koreya qilganlar. Xullas, men boshqa olamga kelib qolgandek bo'ldim. Juda qiziqarli narsalar bor ekan. Misol 65 yil avvalgi orqaga qaytgandek bo'lyapman. Mana tomda qaranglar. Bizda ham bo'lardi, misol qurtoplar, anaqa har xil narsalar qo'yib qo'yardik. Yoshlikda o'yinlar akalar bular sal g'alatroq bo'lardi ekan. Kallasi qani bular. Bu yerda mana ko'rib turganinglardek Koreyaning eski maktablari shu ko'rinishda bo'lgan. Men sizlarga Koreyaning eski versiyasini ko'rsatyapman-ku. Uni nimaligini kim biladi akalar mana? Tushunmayapman nimaligini.